Assalomu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz sarf darsimizning 4-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda al-i'lal val ibdal haqida to'xtalgan. Hamda biz bugungi darsimizda mizanus sarfi, morfologik o'lcham haqida to'xtalamiz. Hamda bu morfologik o'lcham degan, ya'ni sarfi, mizanus sarfi degan nima deganda, hamda oldi bilan biz mizanus sarfi haqida qisqacha tushuntirib o'tsak, endi Arablar ma'lum so'zni o'lchash uchun uningga bir o'lcham, ya'ni qilib qo'llangan. Endi bu o'lchamni qaysi xil harflardan tanlab paydo qilgan deganda fa, ayn, lam. Mush 3 harfdan qo'llanib, ya'ni 3 harfni qo'llanib o'lcham barpo qilgan. Nima uchun fa, ayn, lamni tanlagan? Boshqa ya sin, shin, sad deganga o'xshagan bu Arab harflari ichidan boshqa harflarni tanlamay, nima uchun fa, ayn, lam degan 3 harfni tanlagan deganda buningdagi kuchli ko'z qarash Arab harflari, ya'ni arabcha harflar ya tilninki uchidan chiqadi yoki kalpukdan chiqadi yoki halqumdan chiqadi. 3 xil o'rindan chiqadi. Endi bu fa bu kalpukdan chiqadi. Ayn bu galdan, ya'ni halqumdan chiqadi. Lam bu tildan chiqadi. Bu 3 harf shu 3 xil o'rindan chiqqan shuni tanlagan degan ko'z qarash bir qadar kuchli va aqlga muvofiq. Mayli qanday bo'lsin, arablar fa, ayn, lam degan 3 harfni mizanus sarfining harflari qilib tanlagan. Nima uchun 4 harfni tanlamagan? Nima uchun fa, ayn, lam degan 3 harfni tanlagan deganda, chunki arab so'zlarining ko'pinchisi, ko'p sondagisi 3 harflik bo'lg'achqa faqat 3 harfni qanday qilgan tanlagan deymiz. Unda olsa biz dersimizni başlasak. Bismillahirrahmanirrahim. El-mizanus sarfi. Morfologik ölçem. Lemma kana ekteru kelimatil lugatil arabiyye thulathiyen. Arap dili sözlerinin köpüncesi 3 harflik buluydu. İ'tebara ulema'us sarf enne usulel kelimat 3 ahruf. Sarf ulamalari sözning yıldızlarını 3 harf deb e'tiborga oldi. Ular qaysi? Va hiya al-fa wal-ayn wal-lam. Ular fa, ayn, lam qatorliqlar. Ya'ni fa, ayn, lam. Endi bu 3 harfni tanlab bir so'zni o'lchamoqchi bo'lsa, qanday shaklda o'lchaydi deganda, biz o'lchamoqchi bo'lgan so'z qaysi xil shaklda, qaysi xil hareketli bo'lsa, shu xil harakat bo'yicha o'lchaydi. Deydi: "Va qabaluha 'indal wazni bil fa wal 'ayn wal lam." Va qabaluha degan gap usilishtirdi, uduldi degan gap. Va uduldirdi u sarf ulamalari o harflarni 'indal wazni o'lchagan vaqtida fa bilan, ayn bilan va lam bilan, ya'ni o'lchamoqchi bo'lgan so'zni fa, ayn, lam bilan qanday qildi? Qabaluha uduldi. Yani sözün birinci harfini fa uduldi, ikinci harfini ayn uduldi, üçüncü harfini lam uduldi. Musawwaratan bi suratil mawzun, yani ölçmekçi bo'lgan sözünki ko'rinishi bilan shakllantirib turib. Ko'rinishi bilan shakllantirib turib. Qanday deganda fayaqulun, masalan, fayaqulun deydi ular, qamarun degan bu so'zning o'lchimida, masalan, nima deydi? Qamarun fa'alun deydi. Yani qamarun degan so'zning harakati bo'yicha fa, ayn, lam 3 harfni kelib turib o'lchaydi. Nima bo'ladi? Qamarun o'lchami fa'alun bo'ladi. Bit-tahrik, ya'ni harakatli holatda. Va fi hamlin, va fi hamlin, hamlin degan so'zda buni o'lchamoqchi bo'lsa qanday o'lchaydi deganda, fi'lun deb o'lchaydi. Hamlun, fi'lun o'xshash harakatda. Bi kasril fa, ya'ni fa'ni qanday qilish bilan zir qilish bilan. Chunki fa'ning barobaridagi ha harfi qanday zir bo'lganligi uchun. Va sukunul ayn, aynni qanday qilish bilan? Sukun qilish bilan. Chunki hamlun degan bu so'zdagi aynning barobaridagi mim harfi sukun bo'lg'achqa, buning aynni o'lchamoqchi bo'lgan bu o'lchamning aynni qanday qilamiz? Sukun qilamiz. Karumada va fi karumada, ya'ni karumada fa'ulu, fa'ula, karuma, fa'ula o'xshash o'lchamda. Va yusammuna al-harful awwal, endi shundaq so'zlarni shu so'zning harakati bo'yicha o'lchaydi. Endi biz o so'zning harflarini atagan vaqtimizda shu o'lchamning harflarining ismlarini ataymiz. Masalan,
Biz ölçegen sözün birinci harfi demek olsak fa'si, ikinci harfi demek olsak ayni, üçüncü harfi demek olsak lame deb mushu bo'yicha ataymiz. Masalan, qamarunning o'lchimini nima dedik? Fa'alun. Qamarun degan so'zning fa'si desa, qaysi harf maqsad? Qaf maqsad. Qamarun degan so'zning lame desa, qaysi harf maqsad? Qamarun degan lamning o'dilib keladigan ra harfi maqsad. Shuning uchun deydi: "Va yusammuna al-harf al-awwala fa al-kalima." Birinchi harfni so'zning fa'si deb ataydi. Va thani ikinci harfni sözünün ayni deb ataydı. Üçüncü harfni sözünün lami deb ataydı. Yani ölçengen, biz ölçmekçi bo'lgan sözünün harflerinin ismi ölçemning, yani mizanning ölçemninki harflerinin ismi bilan atıldı. Endi biz bunu tushundik. Yani qamarunning ölçümini fa'alun deb, himlunninki fi'lun deb, rajulunninkini fa'ulun deb mushu bo'yicha qanday qilib ekanmiz? O'lchaydi ekanmiz. Endi biz o'lchamoqchi bo'lgan so'z 3 harfdan ko'p bo'lsa qanday qilamiz? 3 harf bo'lsa fa ayn bilan lamni kelsak bo'ldi ekan. 3 harfdan ortiq bo'lsa qanday qilamiz deganda, endi 3 harfdan ortiq so'zlar ya uning ortiq harfi, ya'ni 3 harfdan ortiq harfi asli shu so'z paydo bo'lgandan tortib ortiq bo'lgan bo'ladi yoki u so'z 3 harflik o ma'lum ma'nini ifodalash uchun ma'lum harflar qo'shilgan bo'ladi. Ya'ni ortiq harflik so'zlar, 3 harfdan ortiq harflik so'zlar ya asli qurilishida, asli shu so'z paydo bo'lgan vaqtdan tortib 3 harfdan ortiq bo'ladi yoki o aslida 3 harflik paydo bo'lib, undan keyin uningga 1 yoki 2 harfcha ortiq qilingan bo'ladi. Demak, bu nuqtadan ikkiga ayriladi. Endi deydi: "Fa in kanat" deydi, "fa iza zadat al-kalima an 3 ahruf." Endi agar so'z 3 harfdan ortiq bo'lsa, qanday qilamiz? Birinchi qoida: "Fa in kana ziyadatuha nashi'atun an asli wad' al-kalima ala 4 ahruf." Agar uning ziyodaligi so'zning qurilishining, ya'ni paydo bo'lishining aslidan bo'lsa, nashi'adan paydo bo'lguchi so'zning qurilishining aslidan. Ya'ni so'z paydo bo'lgandan tortib paydo bo'lgan bo'lsa, uning ortiqligi 4 harfga, ya'ni undan 4 harfga qo'ygan bo'lsa degan gap, 3 harfga 1 harf qanday ortiq. Diqqatga qayta. Agar uning ortiq harfi, ortiqligi nashi'a paydo bo'lgan bo'lsa, so'zning paydo bo'lishining aslidan 4 harfga, masalan, nimaga o'xshash? Dahraja. Dahraja degan bu fe'l asli arab tiliga paydo bo'lgandan 4 harf. Bunun 3 harflik holati yo'q. Mana shunga o'xshagan asli holatdan tortib 4 harflik bo'lib qanday qilamiz? Zitta fil mizan laman. O'lchamda lamdan birini qanday qilamiz? Ortiq qilamiz. Dahraja, unda bo'lsa fa'ala degan bu o'lchamga lamdan birini qanday qilamiz? Ortiq qilamiz. Nima bo'ladi? Fataqul deysiz fi wazni dahraja, dahrajaning o'lchimida deysiz. Masalan, fa'alala. Demak, fa'ala degan bu o'lchamga lamdan birini ortiq qo'ydik, nima bo'ldi? Fa'lala bo'ldi. Demak, agar biz o'lchamoqchi bo'lgansak, aslida lam 4 harfli bo'lgan bo'lsa, biz o'lchamga birdan lamni qanday qildik ekanmiz? Ortiq qildik ekanmiz. Dahraja o'lchami nima? Fa'lala. Endi 3 harfdan 2 harf ortiq bo'lsa, jami 5 harf bo'lib qolsa qanday qilamiz deganda, aw 5 ahruf yoki 5 harf bo'lib qolsa, asli 5 harf bo'lib qolsa, arab tilida paydo bo'lganda tortib 5 harf bo'lgan bo'lsa, masalan, nimaga o'xshash? Jahmarishun degan bu so'zga o'xshagan. Jahmarishun degan bu so'zga o'xshagan 5 harflik bo'lib qolsa qanday qilamiz deganda, zitta fil mizan lamayn, mizonga, ya'ni mizonda o'lchamda 2 dona lamni ortiq qilamiz. 4 harflik bo'lsa 1 dona lamni, 5 harflik bo'lsa 2 dona lamni ortiq qilamiz. Masalan, jahmarishunni o'lchamoqchi bo'lsak deb o'lchaymiz. Deysiz jahmarishunning o'lchimida masalan fa'lalilun, jahmarishun tushdimi? Dal tushdi. Fa'lalilun jahmarishun. Bu shunga o'xshaydi. Mana bu birinchi qoida. Ikkinchi qoida. Biz bayatdan so'z ya aslida lam paydo bo'lgandan tortib 3 harfdan ortiq bo'ladi yoki aslida 3 harflik paydo bo'lib, uningga ma'lum ma'nolarni ifodalash uchun
harflar qo'shilib qolgan bo'ladi deymiz. Ya'ni aslida ham 3 harflik emas. Bunda bo'ldi dedik. Endi ikkinchi qoida edi. Va in kanat nashi'a min takrir harf min usulul va in kanat nashi'a min takrir harf min usulil kalima. Endi agar bo'lsa, nim bo'lsa, ortiq harf nashi'atni paydo bo'luvchi bo'lsa, so'zning usulidan bir harfni takror qilishidan. Ya'ni so'zning usulidan, ya'ni so'zningki qurilmasidan bir harfni takror qilish orqali paydo bo'lgan ortiq bo'lgan bo'lsa. Qanday qilamiz? Karrarta ma yuqabiluhu fil mizan. Mizanda, o'lchamda shuningga udul keladigan harfni o'xshashla takror qilasiz. Endi deydi, so'zda bir harf 3 harfdan ortiq. Bu harf shu so'zdagi bir harfni takror qilish bilan paydo bo'lgan harf. Bunda o'qasa, o'lchamda shu harfning udullik harfni takror qilamiz deydi. Masalan, deysiz qaddama degan fe'lda masalan. Qaddama shundaqo, qaddama degan bu fe'lda dal, ya'ni o'xshash bir harf qanday qilgan takror qilish orqali qanday bo'lgan bir harf ortiq bo'lgan. Mushning o'xshagan bir harfning takror bo'lishi bilan 3 harfdan ortiq bo'lib qolgan bo'lsa, ya'ni biz bu qaddama degandagi tashdidliq dalni 2 harf deymiz. Chunki 2 harf bir kelib qolsa, shuna qanday qilamiz? Idg'am qilamiz. Mushning o'xshagan bir harfning takrorlanishi orqali 2 harf bo'lgan bo'lsa, ya'ni 3 harfdan ortiq jami 4 harf bo'lgan bo'lsa, deysiz qaddamaning o'lchimida masalan tashdidul ayn, ya'ni shu dalning barobarlik harfi qaysi? O'lchamning ayn. Shu ayn nima uchun o'xshashni qanday qilamiz? Bizmi tashdid qilamiz. Unda bo'lsa qaddamaning o'lchami nima bo'ladi? Fa'ala. Fa'ala. Demak, biz o'lchmoqchi bo'lgan fe'lning ma'lum bir harfi takrorlanish orqali 3 harfdan ortiq bo'lgan bo'lsa, biz o'lchamning shu harfning barobariga keladigan harfni takror keltirish orqali o'lchaymiz. Masalan, jalbabaning o'lchimini deymiz, fa'alala deymiz. Baba bir harf qanday qildi? Takrorlandi. Unda bo'lsa, qaysi harf takrorlandi? Oxirgi harf, ya'ni lamning barobaridagi harfi. Unda bo'lsa bizning o'lchamda shu lamni qanday qilamiz? Takror keltiramiz. Nima bo'ladi? Fa'alala bo'ladi. Va deyiladi, uning uchun nima deb deyiladi? Mudaaful ayn aw lam. Ya'ni biz uni muzaaf fe'l yoki fa'alani muzaaful ayn, ya'ni ayni qanday qilingan? İdgam qilingan fe'l jalbabani uchun lam, ya'ni lamning barobaridagi harfi idgam qilingan fe'l deb ataymiz. Ya'ni atiladi. Va yuqalu lahu degani deyiladi degan gap. Ham uchinchisi va in kanat ziyada nashi'a min ziyadati harfin aw akthar min huruf ziyada. Deydi diqqat. Endi ikkinchisi shu so'zning tarkibidagi ma'lum harfning takrorlanishi orqali bir harf ortiq bo'lib qolgan bo'lsa, shu harfning barobaridagi o'lchamdagi shu harfning barobaridagi harfni takror qilish orqali qanday qilamiz? O'lchaymiz. Endi bayatni degan qoida ikkinchisi, agar ortiq va in kana ziyada, ya'ni ortiq harf nashi'a min ziyadati harfin aw akthar min huruf ziyada. Ya'ni ziyoda bo'ladigan harflardan bir yoki ko'proq harfning ortiq bo'lishidan paydo bo'lgan bo'lsa, qabaltal usula bil usul va abbarta aniz zaid bi lafzihi deydi. Endi agar ziyoda harflaridan bir yoki ko'proqining ziyoda bo'lishidan paydo bo'lgan bo'lsa, usulni, ya'ni uning yiltizini yiltizga udillashtirasiz ve ifadelaysiz ve abbarta degan ifadeladingiz ortiqdan onun lafz bilan ifadelaysiz. Masalan, deysiz qaimun degan so'zning o'lchamidan deysiz fa'ilun deysiz. Qaimunning o'lchamidan deysiz fa'ilun deymiz. Taqaddama dedim deymiz tafa'ala deymiz. Tafa'ala. Yani qaimun. Shundaqo. Endi o'lchami bo'ldi fa'ilun. Ya'ni fa'ning barobaridagi harfi qaf, uningdan keyin alif keldi. Endi alif qanday qilingan? Ortiq harflardan biri bo'lgan bir harf. Mushu ortiq bo'lib qoldi. Endi bu alifni qaimundimi bo'lg'achqa
bu qadın, yani birinci harfdan keyin kelgachga o'lchamdimi birinci harf, yani fa'dan keyin keltirimiz bo'ldi. Qaimun fa'ilun bo'ladi. Tafa'ala taqaddamani o'lchaymiz. Istakhrajachu istakhrajaning asli nimunda bo'lsa, qaimunning aslisi buni asli harf qaysi? Qaf, hamza, mim 3 harf. Shundaqo. Taqaddamaning asli harf qaysi? Qaf, dal, mim. Buni ta ortiq qilingan, biz bu asli o'lchamning beshiga ta ortiq qildik. Istakhrajaning-chu asli qaysi? Xa, ra, jim 3 harf. Ya'ni xaraja degandiki xaraja. Endi buningga alif, sin, ta 3 harf qanday qilingan? Ortiq qilingan. Biz bu fa'alaningdagi mushu o'lchamni asli harfning barabariga akelamiz. Asli harfning beshiga ortiq bo'lgan harflarni o'lchamning beshiga mushu akelamiz. Masalan, istakhraja degan bu fe'lni o'lchmoqchi bo'lsak, istaf'ala deymiz. Istaf'ala qarang, istakhraja. Ya'ni fa, ayn, lamdan ilgari alif, sin, tan ortiq qildik. Chunki biz o'lchmoqchi bo'lgan so'zni fa'ning barabaridan ilgirki, qaysi fa'ning barabaridagi harf? Xa. Xadan ilgari ta, sin, alif ortiq qo'yganlik uchun. Mujtahidun lafzidan deymiz mufta'ilun. Mufta'ilun. Endi buningda mujtahidun degan so'zning asli harf qaysi? Bu jim, shundaqo, ha, dal. Asli harf ma'lum. Endi o'lchamdagi asli harf qaysi? Fa, ayn, lam. Endi bu jimdan ilgari mim ortiq qilingan bo'lsa, biz bu fa'dan ilgari mim ortiq qilamiz. Jimdan keyin ta ortiq qilinganlik uchun biz bu fa'dan keyin ta ortiq qilamiz. Mujtahidning o'lchami bo'ldi, mufta'ilun bo'ldi. Demak, endi qoidani bir qatim o'qib olsak, va in kanat ziyada nashi'a min ziyadati harfin aw akthar min ziyadati hurf. Min hurf ziyada. Agar bu ortiq harf, ortiq bo'lib keladigan harflardan bir yoki ko'proq harfninki qo'shilishidan, qayta agar bu ziyodalik ortiq bo'lib keladigan harflardan ko'p bir yoki ko'proqning ziyoda bo'lishidan paydo bo'lgan bo'lsa, qabiltul usula bil usul, ya'ni u so'zning usul, ya'ni yiltizga udullaysiz va abbarta va ifodaldingiz ortiq bo'lgan harfni shu ortiq harfning labzi bilan. Xuddi biz istaf'ala degan o'lchamdan ilgari alif, sin, tan qanaqni ortiq qildik. Chunki istaxrajadimi bu xa, raja degan fe'l ilgari alif, sin, ta qanaqalig'lik uchun ortiq qilinganlik uchun. Endi biz bayatni bir gapni qildik. Ortiq bo'lib keladigan harflar, ya'ni huruf ziyada. Arab tilida ortiq bo'lib keladigan harflar bor. Ular qaysi deganda huruf ziyada al-ashara. Endi ziyada bo'lib ortiq bo'lib keladigan harflar 10. Tajma'uha kalima sa'altumuniha. Endi arab tilida ortiq bo'lib keladigan harflar 10. U 10 harflarni sa'altumuniha degan mushu so'zchu jug'laydi. Ya'ni ortiq bo'lib keladigan harflar sin, sa'altumuha nihadagi sin, alif, lam, ya'ni hamza, lam, ta, mim, vo, nun, ya, ha, alif. Sin, hamza, lam, ta, mim, vo, nun, ya, ha, alif. Mana 10. Mushu arab tilida so'zlar ortiq bo'lib kelgan harflar. Ortiq bo'lib kelgan harflar desa, kalamlarga mushkasi bo'ladi. 4-inchisi va in hasala hazfun fil mawzun. Endi biz o'lchamoqchi bo'lgan so'zda tashlash hosil paydo bo'lgan bo'lsa, ya'ni tashlash yuz bergan bo'lsa, tashlash hosil bo'lgan bo'lsa, biz bir so'zni o'lchamoqchi. Endi bu so'zda ba'zi harflar tashlanib ketibdi. Ma'lum qoidalar uchun qanday qilib tashlanib ketibdi. Bu vaqt qanday qilamiz deganda, masalan, qala yaqulu degan fe'ldan amr qanday chiqadi? Qul. Qul. Bu amr chiqishning qoidasini biz o'rgangan. Ya'ni oldi bilan fe'l mudori'ni chiqaramiz. Shundaqo, masalan, taqulu degan fe'ldan chiqaramiz. Oldi bilan fe'l mudori'ning oxirini qanday qilamiz? Sukun qilamiz. Nima bo'ladi? Taqul, va musakin, lam musakin. Ikki dona sakin bir kelib qoldi. Bu to'g'ri emas. Shuning uchun bu kesatlarni qanday qilamiz? Ep tashlaymiz. Nima bo'ldi? Taqul. Endi biz ikkinchi qoida amr elishda mudori' harfini qanday qilamiz? Ep tashlaymiz. Ta'nib tashlayotgan bo'ldi, qul oldi. Demak, bu taqul degan so'zning amr elish jarayonida beshidagi ta'chib ketdi, o'rtadagi keslar bo'lgan vo'chib ketdi. Nima bo'ldi? Qul. Mushunga o'xshagan endi bir so'zda, ya'ni bir fe'lda yoki tashlash yuz berib qolgan bo'lsa, biz buni o'lchamoqchi vaqtimiz qanday qilamiz deganda,
deydi. Ve in hasala hazfun fil mavzun. Ölçemekçi boğan sözde hazf taşlaş yüz bergen bolsa, hasıl boğan bolsa, huzife ma yuqabiluhu. Onun o kıldıgan harfini ço taşlanırdı ölçemde. Mesela taqulu emreli şeyinde qulup kaldı. Bunun asli harften qayıp ketdi. Bu taqulunun asli harfleri qaysı? Asli harfleri birinciden qaf, ikinciden vo, üçüncüden lam. Qaf, vo, lam şu qaysı asli harf. Endi bunun qayıp ketdi? Vo çıkıp ketdi. Qaf, vo, lamdan vo çıkıp ketdi. Vo qaysı harfning barabar keladi, to'g'ri keladi o'lchamda? Fa'il lamdagi aynning barabariga to'g'ri keladi. Biz bu o'lchamdagi shu aynni qana qilamiz? Tashlab o'lchaymiz. Unda bo'lsa, qulni o'lchimidan deymiz, full deymiz. Deysiz qulni o'lchashda, qulning o'lchimida masalan full deysiz. Va fi vazn qadin, qadin degan bu ism fa'ilni o'lchamoqchi deymiz, fa'in deymiz. Demak, biz o'lchamoqchi bo'lgan so'zda tashlangan asli harfni biz o'lchamdan qana qilamiz? Tashlaymiz. Shuning barobarlik harfini tashlaymiz. Qadin o'lchami fa'in bo'ladi. As qadiyun shunda o ya tashlandi. Ya'ni oxirgi harf qana qilindi? Tashlandi. O'lchamning oxirgi harfi qaysi? Lam. Shuning uchun biz o'lchamdan lamni tashlab, qadiniga o'lchamga kelamiz. Nima bo'ladi? Fa'in bo'ladi. Bu shunga o'xshagan. Endi 5-qoida. Wa in hasala qalbun makani fil mawzun deydi. Endi diqqat. Arablarda ba'zi so'zni qo'llanishda shu so'zning ichidagi ba'zi harflarni ilgari keyin qilib almashtirib ishlatilgan ishlar bor. Masalan, arab tilida jazaba deb bir so'z, jazaba, tatdi degan ma'noda, jazaba tatdi degan ma'noda. Jazaba degan so'zni arablar jabaza deb ishlatadi. Jabaza. Demak, bu yerdagi za bilan bani o'rni qanday qilib almashtirib ishlatiladi. Bunda vaqtda buni biz o'lchamoqchi bo'lsak qanday o'lchaymiz deganda va in hasala qalbun makani fil mawzun. O'lchamoqchi bo'lgan so'zda o'rin jihatda almashish hosil bo'lsa, o'lchamda ham qanday qilindi? Yuzbadi deydi. Hasala aydan fil mizan. O'lchamoqchi bo'lgan biz o'lchamdimi qanday qilamiz? Almashib o'lchaymiz. Masalan, deymiz, masalan baytma dedim-ku, jazaba. Asli jazaba. Ölçümü nima? Fa'ala. Fa'ning barabarida jim bor. Ba'ning barabarida ayn bor. Ba'ning barabarida lam bor. Endi biz bu jazaba degan so'zni jabada deb oxir harfini o'ttirga kelsak, biz o'lchagan vaqtimizda o'lchamning oxir harfini o'ttirga kelamiz. Ya'ni fa'ala degan bu o'lchamdagi lam oxir harfini o'ttirga kelamiz. Nima bo'ldi? Fala'a bo'ladi. Shuning uchun deydi, fayuqalu masalan fi wazn jabada. Shuning uchun jabadaning o'lchimida deyiladi, fala'a deyiladi. Fala'a. Jabadaning o'lchimi nima desa, fala'a deymiz. Bu nima degan, nima chiqmanda bo'ldi deganda aslisi jazaba. Bu yerda ikki harfning o'rin jihatda olinishish yuz berganligi uchun biz o'lchamni qanday qilamiz? O'rinni almashtiramiz. Ya'ni jabada degan bu fe'lning oxir harfi asli ayning barobaridagi harfi. Bunun hozirgi ba lamning barobaridagi harfi. Lamning barobaridagi harfi o'ttirga chiqqanligi uchun biz bu lamni o'lchamdagi o'ttirga kelamiz. Shuning uchun fala'a bo'ldi deymiz. Mana shu bo'yicha. Mana bugungi darsimizdagi shu al-mizanus sarfi, morfologik o'lcham degan mazmunlar shu. Endi biz bugungi darsimizni bir xulosalab o'tsak, mizanus sarfi, morfologik o'lcham, uning tunishtirilishi هو مقياس لفظي توزن به كلمات العربية القابلة للتصريف لمعرفة أبنيتها وما حصل فيها من تغيير. deydi. Endi bu mizan sarfi degan nima deganda, mizan sarfi deganimiz u bir o'lcham, miqyas, o'lcham. Lafziy bo'lgan bir o'lcham. O'lchinida u o'lcham bilan turiladigan arab so'zlari, uning qurilmasini bilish va u so'zda yuz bergan o'zgarishni bilish uchun. Ya'ni bir so'zni o sözde yüz bergen özgürlüğünü biliş ve o sözün kurulmasını biliş için bu ölçüm bilen qanday qilinadi? Mizan-ı sarfi ölçüm bilen ölçülüdür. Bu köpünçe Allah'da türünlüdüğün sözlerdi çoğu. Yani köp hallarda türünlüdüğün Arap dili sözlerde kullanıldı. Bu mizan-ı sarfi nimeden tarif tapıdı degende ve yetekevvanu min ahrufi kelimeti fa'ala. Fa'ala degen sözden harflerden tarkib tapıdı. Yani fa'il lamdan tarkib tapıdı.
Uni qanday ishlatamiz, qanday qo'llanamiz deganda fil kalimatul mujarrada, mujarrad so'zlarda. Ya'ni sulasi mujarradda tuzanu bi mutabiqati fa'u fa'ala mawdi'ul harf al-awwal min al-kalima. Diqqat. Sulasi mujarradda fa'ning fa'alaning fa'si so'zning birinchi harfining o'rniga udullashish bilan, ya'ni moslashtirish bilan ayni, ya'ni fa'alaning ayni ikkinchi harfining o'rniga udullashtirish bilan lam, ya'ni fa'alaning lami so'zning uchinchi harfining o'rniga mutabiqa udullashtirish bilan o'lchinadi. Tuzani qanday qilinadi? O'lchinadi. Thumma tudbatu harakatuha. Ondan keyin uning harakatlari, ya'ni o'lchamning harakati qanday bo'ldi deganda, ondan keyin uning harakatlari o'lchamoqchi bo'lgan so'zning harakatiga mos holatda bekitiladi. Ya'ni biz bir so'zni o'lchamoqchi bo'lsak, shu o'lchamoqchi bo'lgan so'zning harakatlari qanday bo'lsa shunday bo'ladi. Ya'ni shuni mos holatda harakat bekitiladi. Endi sulasi mujarrad mudahkan, rubai mujarrad desa, masalan buning misoli nasrun desak, bu masdar o'lchami fa'alun deymiz shu bo'yicha. Rubai mujarrad desa, tuzanu mithl kalimatut sulasiyya. Bu o'xshash, bu yuqorida biz qoidaga o'xshagan. Ya'ni sulasi so'zlarga o'xshash o'lchinadi. Ma'idafat lam ala ahruf fa'ala. Ya'ni fa'ala degan bu harfga lamni qo'shish bilan 3 harflik so'zlarga o'xshash o'lchinadi. Biz yuqorida degandek oxirgi biridan lamni ortiq qilamiz, shu bo'yicha o'lchaymiz. Masalan dahraja desak neymiz? Fa'alala deymiz. Xumasi bo'lib qolsa-chu, 5 harflik bo'lib qolsa-chu desa, qanday bo'ladi? Bu ism masalan tuzanu mithl kalimatut sulasiyya 3 harflik so'zlarga o'xshash o'lchinadi. 2 dona lamni qo'shish bilan fa'ala degan harflarga. Fa'ala degan harflarga. Jahmarishun desak fa'alalilun deymiz. Endi mazid so'zlardachi desa, agar mazid so'zlarda mayli u nima bo'lsin, sulasi bo'lsin, qanday o'lchaymiz deganda tuzanu bi idafati ahruf az-ziyadati al-mawjuda fil kalimati ila al-mizan. Mayli u rubai bo'lsin, mayli xumasi bo'lsin, mazid bo'lgan 3 harfdan ortiq bo'lgan so'zlarda tuzanu bi idafati ahruf az-ziyadati al-mawjuda fil kalima ila al-mizan deydi. So'zda mavjud bo'lgan ortiq harflarni mizonga, o'lchamga qo'shish bilan qanday qilinadi? O'lchinadi. Ya'ni biz o'lchamoqchi bo'lgan so'zda ortiq harf bo'lsa, shu ortiq harfni mizonga, o'lchamga qo'shamiz, undan keyin qanday qilamiz? O'lchaymiz. Masalan, jahada fa'ala, istakhraja istaf'ala. O'xshash. Endi 2 harf takrorlangan bo'lsa qanday qilamiz deganda, inda takrorul harful asli harf takrorlangan bo'lsa, ya'ni qaddama degan dal asli harf takrorlangan bo'lsa, inda takrorul harful asli takarrara ma yuqabiluhu min al-mizan. Mizandan, ya'ni o'lchamdan uning udul qildig'incha takrorlanadi. Ayning barobarlik harf takrorlangan bo'lsa, qaddama deganga o'xshagan fa'ala deb ayni takrorlaymiz. Lamning barobaridagi oxirgi harfi takrorlangan bo'lsa, lamni takrorlaymiz. Jalbaba deganga o'xshagan fa'alala deb. Masalan, qaddama fa'ala deganga o'xshagan. Endi fil kalimat allati biha hazf, an tashlangan, ya'ni uni tashlanish, ma'lum harfi tashlanib ketgan so'zlarda qanday o'lchaymiz deganda, tuzan bi hazfil harfil mahzuf min al-mizan. O'lchamdan tashlangan harfni tashlash bilan. Ya'ni biz o'lchamoqchi bo'lgan so'zda qaysi harf tashlangan bo'lsa, biz o'lchamdan shu harfni tashlab turib o'lchaymiz. Masalan, qulning ful deymiz, kulningchu ul deymiz. Nima uchun? Akala, fa'ala. Buningda fa'ning barobarida hamza bor. Buradagi kul deganda hamza qanday ketgan? Tushib ketgan. Unda bo'lsa, hamza tushib ketganligi uchun biz birinchi harf tushib ketganligi uchun bu birinchi harfning udildi kirib qaysi? Fa. Biz fa'ni tashlaymiz, nima bo'ladi? Ul bo'ladi. Bu shu bo'yicha. Bugungi darsimiz mushada oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.